Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Ushbu videoda Dorim farmasi tizimida tovarni ombor va aptekalar o'rtasida qanday ko'chirishni ko'rsatamiz. Hujjatlar bo'limida ikkita komponent mavjud: chiquvchi ko'chirishlar va kirim ko'chirishlar. Chiquvchi ko'chirishlar bu aynan joriy ombor yoki filialda yaratilgan va boshqa tuzilmalarga yuborilgan barcha ko'chirish hujjatlari. Avval chiquvchi ko'chirishlar komponentiga to'xtalamiz. Jadval ustida qidiruv satri va davr tanlash maydoni bor. Ular yordamida hujjatlarni raqami bo'yicha tez topish va ro'yxatni, masalan, faqat oxirgi hafta bilan cheklash mumkin. Jadvalda quyidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi: hujjat raqami va sanasi, holati, pozitsiyalar soni, ulgurji va chakana narxlardagi summalar, KKS, narx ustamasi shabloni, jo'natuvchi va qabul qiluvchi. Hujjat yaratilgan va o'zgartirilgan sana, vaqt, shuningdek uni kim yaratgani va kim o'zgartirgani. Yangi ko'chirish hujjatini rasmiylashtirish uchun yaratish tugmasini bosasiz. Jo'natuvchi maydonida joriy ombor yoki filial avtomatik qo'yiladi. Sizga faqat tarmoqdagi mavjud filiallar orasidan qabul qiluvchini tanlash qoladi. Tanlash oynasida har bir tuzilmaning turi, aptekalar ombori yoki apteka alohida ko'rsatiladi. Agar filiallar bo'yicha narx ustama ma'lumotnomasida qabul qiluvchi filial uchun alohida narx ustama shabloni ko'rsatilgan bo'lsa, tizim uni avtomatik tarzda qo'llaydi. Bu holda ko'chirish hujjatiga qo'shilgan barcha tovarlar aynan shu shablon qoidalariga ko'ra narxlantiriladi. Zarurat tugilsa, aynan shu hujjat uchun boshqa narx ustama shablonini tanlash mumkin. Agar shablon umuman sozlanmagan bo'lsa yoki hujjat yaratishda bekor qilingan bo'lsa, ko'chirish hujjati jo'natuvchi filialning chakana narxlari bo'yicha rasmiylashtiriladi. Agar ko'chirish filialdan filialga amalga oshirilsa, narx ustama shablonini qo'lda tanlash mumkin emas. U avtomatik tarzda belgilanadi, agar oluvchi filial uchun shablon yaratilgan bo'lsa. Agar shablon mavjud bo'lmasa, bunday ko'chirish ham yuboruvchi filialning chakana narxlari bo'yicha o'tkaziladi. Yaratish tugmasini bosganingizdan so'ng hujjatning tarkibi oynasi ochiladi. Bu yerda darhol hujjat bo'yicha yakuniy ko'rsatkichlar ko'rinadi. Pozitsiyalar soni, KKS bilan va KKSsiz ulgurji summasi, shuningdek chakana narxlardagi umumiy summa. Pastda esa hujjatning asosiy qismi, mahsulotlar bloki joylashgan. Hujjatga yangi tovar qo'shish uchun qo'shish tugmasini bosing. Tovar tanlash jarayoni ikki bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqichda jo'natuvchi filial qoldiqlari bo'yicha qidiruv oynasi ochiladi. Qidiruv kengaytirilgan tovar nomi, ishlab chiqaruvchi, litsenziya egasi, shtrix-kod va tovarning markirovka kodlari bo'yicha ishlaydi. Nomining bir qismini yozishning o'zi kifoya. Tizim mos keladigan barcha variantlarni dozasi, chiqarilish shakli, oramdagi miqdori, ishlab chiqaruvchi va mamlakati bilan birga ko'rsatadi. Tovar tanlangandan keyin ikkinchi bosqich, miqdor va partiyalar oynasi ochiladi. Bu yerda ko'chirish uchun mavjud umumiy miqdor va partiyalar ro'yxati ko'rsatiladi. Har bir partiya bo'yicha distribyutor, kirim hujjati raqami va sanasi, amal qilish muddati, narxlar, KKS va qolgan qoldiq ko'rinadi. Upakovkalar va donalar maydonlarida nechta to'liq oram va nechta minimal dona ko'chirilishi kerakligi ko'rsatiladi. Standart holatda tizim hujjatga eng yaqin tugash muddati bo'lgan partiyalarni birinchi bo'lib qo'shadi. Mahsulot partiyalari jadvalida tovar qaysi partiyalardan va qanday hajmda ko'chirilayotgani aniq ko'rinadi. Zarurat bo'lsa, partiyalarni tahrirlash rejimini yoqib, miqdorlarni kerakli partiyalar bo'yicha qoldi taqsimlash mumkin. Miqdorlarni kiritgach, tovarni hujjatga qo'shish uchun qo'shish tugmasini bosasiz. Ko'chirish hujjati ochiq holatida yaratiladi. Bu holatda hujjat faqat jo'natuvchiga ko'rinadi va uni erkin tahrirlash mumkin. Tovar qo'shish yoki o'chirish, miqdorlarni, ustamani, izohlarni yoki qabul qiluvchini o'zgartirish. Tovar hujjatga qo'shilganda, u jo'natuvchi filial omborida zaxiraga olinadi. Boshqa hujjatlarga tushmaydi, lekin hali hisobdan chiqarilmagan bo'ladi. Ko'chirishni qabul qiluvchi tuzilma tomon jo'natish uchun hujjat holatini yo'ldagi o'zgartirasiz. Shundan so'ng hujjat tarkibini tahrirlash bloklanadi. Hujjat qabul qiluvchi tomonda kirim ko'chirishlar komponentida paydo bo'ladi. Jo'natuvchi esa tovar jo'natilganini ko'radi. Chiquvchi ko'chirishlar komponentida hujjatlar bo'yicha tezkor amallar ham mavjud. Tovarni qabul qiluvchi tomondagi qabul qilish jarayoni kirim ko'chirishlar komponentida bajariladi. Bu yerda boshqa tuzilmalar tomonidan aynan ushbu ombor yoki filialga yuborilgan barcha ko'chirish hujjatlari ko'rinadi. Davr bo'yicha filtr va qidiruv satri chiquvchi qismdagi kabi ishlaydi. Hujjat raqami va sanalari bo'yicha qidirish mumkin. Jadvalda tovar qayerdan kelgani, summasi, pozitsiyalar soni va joriy holati, shuningdek hujjatni kim va qachon yaratgani hamda o'zgartirgani ko'rsatiladi. Kirim ko'chirish ochganda foydalanuvchi tanish tuzilmani ko'radi. Yuqorida jo'natuvchi, qabul qiluvchi, pozitsiyalar soni, summalar va ustama shabloni ko'rsatilgan asosiy ma'lumot bloki.
Uning ostida esa barcha pozitsiyalar ro'yxati bilan mahsulotlar jadvali joylashgan. Shu bosqichda qabul qiluvchi hamma narsani solishtirib chiqishi mumkin. Miqdorlar, partiyalar, amal qilish muddati, narxlar va QQS. Shundan keyin qabul qiluvchi hujjat bo'yicha qaror qabul qiladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, hujjat holati o'tkazilganga o'zgartiriladi. Tovar filial qoldigiga tushadi va uni darhol savdoga qo'yish mumkin bo'ladi. Agar hujjat olib kelingan tovar bilan mos kelmasa, uni rad etildi holatiga o'tkazish mumkin. Tizim rad etish sababini ko'rsatishni so'raydi va bu sabab jo'natuvchiga ham ko'rinadi. Hujjat rad etildi holatiga o'tkazilgach, u kirim ko'chirishlar ro'yxatidan yo'qoladi. Jo'natuvchi esa uni o'zining chiquvchi ko'chirishlar orasida rad etilgan sifatida ko'radi. Jo'natuvchi hujjatni tuzatib, qayta jo'natishi mumkin. Agar ko'chirish umuman xato yaratilgan bo'lsa, jo'natuvchi uni o'chirib tashlashi ham mumkin. Bu jarayon qabul qiluvchi hujjat to'liq haqiqiy tovar bilan mos kelishini tasdiqlamaguncha takrorlanishi mumkin. Rad etish va tuzatish imkoniyati tufayli markaziy ofisdagi ta'minot bo'limi va dorixona mudiri yetib kelmagan tovar yoki xatoliklar bo'yicha barcha savollarni tezda hal qilib olishlari mumkin. Tizim tovarni bir filialdan boshqasiga ko'chirishni ham qo'llab-quvvatlaydi. Sozlamalarda ushbu imkoniyatni yoqish kifoya. Shundan so'ng filial chiquvchi ko'chirishlarda qabul qiluvchi sifatida nafaqat markaziy omborni, balki boshqa filiallarni ham tanlay oladi. Asosiy ma'lumot blokida ko'chirish yo'nalishi ko'rsatiladi. Filiallar o'rtasidagi ko'chirishlarda bu yo'nalishda tranzit ombor alohida belgilanadi. Filiallar o'rtasida tovar ko'chirish jarayoni oddiy ko'chirishga juda o'xshaydi, ammo bir nechta o'ziga xos jihatlari bor. Birinchidan, tranzit omborda tranzit holatida kirim va chiquvchi ko'chirishlar avtomatik yaratiladi. Ombor xodimlari bunday hujjatlarni tahrirlash yoki o'chirish huquqiga ega emas. Agar qabul qiluvchi filial ko'chirishni tasdiqlasa, zanjirdagi barcha hujjatlarning holati o'tkazildi ga o'zgaradi. Agar ko'chirish rad etilsa, tranzit ombordagi hujjatlar o'chiriladi va faqat jo'natuvchi filialdagi chiquvchi ko'chirma qoladi. Ikkinchidan, agar qabul qiluvchi filial uchun narx ustama shabloni ko'rsatilgan bo'lsa, ko'chirish hujjatidagi tovarlar avtomatik ravishda shu shablon bo'yicha qayta narxlantiriladi. Agar qabul qiluvchi filial uchun narx ustama shabloni belgilanmagan bo'lsa, ko'chirish jo'natuvchi filialning chakana narxlari bo'yicha amalga oshiriladi. Filialdan filialga tovar yuborilganda, yuboruvchi fakturada faqat o'zining chakana narxini ko'radi va oluvchi filialning narxini ko'rmaydi. Agar oluvchi filialda o'zining alohida narx ustama shabloni bo'lsa, tizim markaziy ofis xodimlariga filial kompyuteriga kirmasdan turib, o'z dasturidan to'g'ridan-to'g'ri filialdan omborga qaytish hujjatlarini yaratish imkonini beradi. Buning uchun ofis xodimida tegishli huquqlar bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytganda, chiquvchi ko'chirmalar va kirim ko'chirmalar komponentlari tarmoq ichidagi barcha ichki tovar harakatlarini shaffof yuritishga yordam beradi. Filial qoldiqlari bo'yicha chiquvchi hujjatni tuzishdan tortib, yakuniy dorixonada qabul qilishgacha, partiyalar, amal qilish muddati, narxlar, hujjat holatlari va har bir ko'chirish bo'yicha to'liq tarix saqlanadi. Agar siz bizning imkoniyatlarimiz, yangi funksiyalarimiz va yangilanishlarimiz haqida ko'proq bilishni istasangiz, albatta YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, Telegram kanalimizga obuna bo'ling va barcha yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.